Aynan mana shu 3 ta omil sizda mioma rivojlanishiga, paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Birinchi omil bu gormonal buzilish. Ayol organizmida estrogen hamda progesteronlar, ya'ni jinsiy gormonlar tuxumdonda ishlab chiqariladi. Bu tuxumdonda ishlab chiqariladigan gormonlarning muvozanati, ya'ni estrogenning miqdori oshib ketishi mioma o'sishi hamda paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi omil doimiy stresslar, uyqusizlik hamda jismoniy faoliyatning pastligi va noto'g'ri ovqatlanish. Bu hammasi gormonal o'zgarishga olib kelishi natijasida miomalarning paydo bo'lishi hamda rivojlanishiga sabab bo'ladi. Uchinchi omil bu irsiy omil, ya'ni genetik moyil bo'lgan ayollar. Agar onangizda, opangizda mioma rivojlangan bo'lsa, sizda ham mioma uchrash ehtimolligi 2-3 baravarga yuqori bo'ladi. Agar sizda ham mioma rivojlanishini, paydo bo'lishini xohlamasangiz, buni oldini olish uchun 1 yilda 1 marta akusher-ginekolog qabuliga kelishingiz hamda kerakli tekshiruvlardan o'tishingiz shart.